Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Sodiqov Samandarbek, Hamroqulov Abdulboriy Toshkent yoshlari vaqtlarini qanday maroqli o'tkazishni ko'rsatamiz. hozir sizlarga ushbu ko'rib turgan bulvarni sizlarga ozroq qilib biz obzor qilib beramiz video orqali. Qani ketdik. We're riding down the boulevard. We're riding through the dark night. We're half a tank and empty heart. Pretending we're in love, but it's never enough. Not as the sirens fill the lonely air. Oh, how did we get here now, babe? We see a storm is closing in. Pretending we scared. Don't say a word while we dance with the devil. You brought a fire to a world so cold. Hozirda sizlarga qisqacha obzor qilib berdik. Ozroq ko'rsatishga harakat qildik. Endi hozirda ko'rishingiz mumkin. Toshkentskiy zakat unchalik ko'rinmaydi, lekin ozroq bo'lsa ham bor. Biz hozir turgan joyimiz Toshkentning turistik joylaridan biri, hammaga известный bo'lgan Tashkent City bo'ladi. Bu yerda oyiga kamida 500 mingta odam vizit qiladi va bu joy Toshkentda. Xo'p, hozirda biz sizlarga shaharni ko'proq ko'rsatishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Bu biz birinchi marta YouTube'ga video olishimiz, boladan vlog olishimiz. Odatda vlogni ko'proq to'g'risini aytadigan bo'lsak, qizlar oladi. Sizlarga zakat haqida gapirgan edim. Mana zakat. Toshkentskiy zakat. Hey baby girl, and it's you and the key, yo. Because of then, fuck you looking at me, I can me say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? When you put up today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know what you love and say like an arrow. Борida мастер-класс. Что за мышцы, аппарат. It up and rock it up there. So what is up, yeah, you know you got the vibe. And me out and develop and swell up and double up, yeah. So give me the work, yeah, and rope it to fend for dirty looks and corrupt, yeah. So rev it up, there, girl, go and try your luck, there. Cause when you steer it up, you know me have to measure up, yeah. Fuck you looking at me, I can make you say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? When you gonna today, girl, then I must see tomorrow. Hozirda biz bitta qo'rquvni yengyapmiz. Odamlar ichida gapirishni o'rganyapmiz shu bo'yda. Qani Против социофобии. Metroda gapirish kerak, metrodan aytona. ichida bemalol gapirib ketishlik. Halim. Go'zallikni ko'rishing lozim. Tell me if you want it, fig one. My girl. Hozirda biz Karsinkaga ketyapmiz. Chunki juda ham chanqaganmiz. Oz qoldi o'rtoqlar. Уже tungi Toshkent boshlanadi. Вечерний Ташкент. Прям самый разгар тинейджеров. Sizdan zo'r edit kutinglar. Tashkent City Mall'da 3-etajida Foodland bor. Hatto yoshlar juda ham ko'p vaqtini o'tkazadi. Hatto yoshlar yaxshi ko'rgan fast foodlarning turi bor. Keyin Tashkent City'ni ichi o'zi ham past juda ham qiziq. Mashinalar bilan sportkar, inomarkalar juda ham ko'p. Например, ishlamani o'zim ham juda ham qiziq. Gap qisqasi, odatda biz ham vaqtimizni ko'p shu yerda o'tkazamiz. Anarog'i biz ham shu 3-etajda ovqatlanamiz. Hozir kirib ovqatlanardik, lekin video olishimizdan oldin ovqatlanib videoni boshladik. Buni endi olmaymiz ekan. Lekin Toshkent bu Tashkent City Mall bu hamma ham teenagerlarga joy emas, poдростокlarda, chunki yosh kattalar boshqa ko'rolmaslar ishladi. U joylarni ko'rsatsak, bizga to'g'ri kelmaydi. YouTube bloglar bor. Bizga to'g'ri kelmaydi. Xullas gap qisqasi ketdik, bu yerda ham qisqa obzor qilamiz.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. But when you dance you have to way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before. Yo, Bori, why is it so gray? You just got to color grade it. С 16 по 18 января по ночам и в утренние часы наблюдался туман. Благоприятную среду для него создали обильные осадки в течение нескольких дней. Так, друзья, это был наш влог о Ташкент-Сити. Это еще даже не четверть от того, что мы сможем вам показать. То, что есть у нас в Ташкенте, туристические места и места для подростков, где они могут провести время с кайфом. Это еще один из 9 мест, где можно покайфовать с кайфом. Katta endi qisqa qilib aytadigan bo'lsak, biz qo'limizdan kelgancha ushbu vlogni olishlikka harakat qildik. Albatta like bosishni unutmanglar, o'z fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ikaga